Toshkent shahrida yana yong'in sodir bo'ldi. Xabarlarda aytilishicha, Yashnobod tumanidagi savdo markazlarining biri yonib ketgan. Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasiga bugun soat 15:47 da hodisa bo'yicha xabar kelib tushgan. Xabarga asosan 15:53 da qutqaruv ekipajlari aytilgan manzilga yetib kelib, zudlik bilan binodan barcha fuqarolarni evakuatsiya qilishga va qutqarish ishlariga kirishildi. 16:50 da yong'in to'liq qurshab olinib, 17:17 da yong'in to'liq bartaraf etildi. Yuqoridagi tasvirlardan ham savdo markazidagi yong'in katta bo'lganligini bilish mumkin. Hodisa joyiga zudlik bilan favqulodda vaziyatlar vaziri shaxsan o'zi yetib borgan va nazoratga olgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi o'zining Telegramdagi rasmiy sahifasida bergan munosabatida yong'indan so'ng olib borilgan dastlabki o'rganish ishlari davomida vayronalar ostidan bir nafar fuqaroning jasadi topilgani, hozirda esa Ichki ishlar vazirligi tomonidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilayotgani aytilgan. Dovudxon G'ulomjonov, Doston Eshpo'latov, Abdurahmon Zaripov, Ovoza informatsion dastur uchun Toshkent.